Qanni töktük, canni berdik, vatanni deb elishib. Amma sattık bu vatanni bir bulunda kelishib. Assalom Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarım, yaxshimisizlar? Biz Sharqiy Turkistonliklar elmisaqdan tortib bugungacha hech qachon jangda kurashda yengilgan xalq emasmiz. Botir kurashchan Sharqiy Turkiston xalqi o'zlarining yengilmas kurash jasorati bilan o'z dushmanini 6500 kilometr uzunlikdagi Sadichin sepilni so'qish orqali o'zlarini qo'g'dashga majbur qilgan g'olib xalqdir. Bizning kurashchan botir xalqimiz hech qachon jang maydonida kurashda yengilib baqqan xalq emas. Yengilgan deyishga to'g'ri kelsa, faqat sulhi sala yoki üstel ustida yengilgan millatdir xolos. Buni men emas, bundan 1000 yil ilgari yashagan otimiz Bilgi Xaqon o'ydirib qoldirgan mangu tosh xotirlarida, vasiyatnomalarida Allah qachon ifodalab, "Hey Türk millati, Xitoy nihoyatda hiligar. Sizlar ularning yumshoq ko'rkam yipaklariga, chiroyli qiz xonimlarga va tatli so'zlarga aldanmanglar. Ulardan har vaqt uzoq turinglar" deb ogohlantirib, bu vasiyatnomasini tashqi muhr qilib o'ydirib, bizga mangulik vasiyat sifatida o'ydirib qoldirgan. Ammo biz ana shunday dunyoda eng kam tepiladigan, tashqi o'yilgan vasiyatnomasi bor bir millat turug'liq qandaqdir? Taki bugungi kunga qadar shu Xitoy va uning tatliq so'zlariga oldinib keldik, ham oldinib kelyapmiz. İlgirki tarixning hammasini bu yerda so'zlab o'tirishning hojati bo'lmasi kerak albatta. Faqat biz vatanimiz Sharqiy Turkistonning yaqinqi tarixiga nazar soldigan bo'lsak, 1884-yili vatanimiz Sharqiy Turkiston Çin sulolasining mustamlikasiga aylandi. İsmi Şinjan'a aylangan kunidan tortib, toki bugungacha Uyg'ur xalqi izchil turda hukmron sinib va uning hukmronligiga qarshi qancha qitimlab mustaqillik kurashlari elib borgan bo'lsa-mu, ammo har qitimda o'xshashlar xoinlarning sotqinligi va taslimchiligi tufaylidan rahimsizlarcha bostirilib keldi. Qisqasi, yaqinqi zaman tariximizga nazar solib qaraydigan bo'lsak, 1920-yili portlagan Tömür Xalpan boshchiligidagi Qumul dehqonlar qo'zg'alg'i, 30-yillardagi Xo'ja Niyaz Hoji inqilobi va Muhammad Emin Bug'ra boshchiligidagi Xotan inqilobi taraqqiy qilib, kuchayib, 1933-yili Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini qurgan edi. Ammo mazkur davlatni uzunga bormayla Jallod Shin Sisay Sovetlar ittifoqining yordamiga tayanib qattiq bostirdi. Sharqiy Turkiston xalqining ikkinchi qitimliq ili qo'zg'alg'i ko'payib, kengayib, taraqqiy qilib 1944-yili sharaf bilan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini qurdi va 1949-yil yilgacha, ya'ni toki Go'mindan hukumati tamoman og'dirilib, Xitoy Kommunist hukumatining raisi Mao Zedong bilan Sovetlar ittifoqining raisi Stalin maxfiy til biriktirib, yosh Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini bir pay o'qatmay o'z mustamlikasiga aylantirib oldi. Xitoy Qizil armiyasi Sharqiy Turkistonga kirganga qadar, ya'ni Sharq xalqimiz 1944-yildan toki 1949-yilgacha qadar xalqimiz haqiqiy turdagi bir mustaqil davlat sifatida yashab keldi. Shuna Xitoy raisi Mao Zedong hech ishlanmayla xalqimizning to'liq mustaqilligi uchun qon kechib, jon berib erishgan g'alabasini numus qilmay, 3 viloyat inqilobi Jongu ozodlik inqilobining bir qismi deb bildirildi. Sharqiy Turkiston dunyodagi har qaysi hukmron sinflarning har turli siyosiy hili-nayranglarning qurboniga aylanib, 1949-yili Xitoy Kommunist hokimiyatining mustamlikasiga aylangandan keyinmi Sharqiy Turkiston xalqi mustaqillik, erkinlik davosini izchil to'xtatmay davom qilib keldi ham kelyapti. Gerçi bu kurashlarning elib berilish usuli, shakli o'xshash bo'lmasa-mu, ammo xarakter jihatdan tubdan o'xshash bo'lib, faqat erkinlik, ozodlik, mustaqillikdan iboratdir xolos. Biz bu kurash jarayonlarini eslab o'tadigan bo'lsak, 1952-yil yanvarda portlagan Arab-Turk qo'zg'alg'i
ve Kabilbek başçılığındaki Kurallı Kozgalan. 1950 yılın Mart'ta başlangan Osman Batur başçılığındaki Kozgalan. 54 yılı 12. ayda Xoten şehrinin Qaraqash ve Lob nahiyelerinde patlagan Abdülhamid Damullam ve Fethidin Mahsun Kozgalanı. 1956 yılı Xoten şehrinin Qaraqash nahiyesinde patlagan Baqi Damullam ve Samat Damullam Kozgalanı. 1956 yılı 5. ayda Xoten şehrinin Lob nahiyesinde patlagan Abdülkadir başçılığındaki Kurallı Kozgalan. Kurban Seyit başçılığında 1958 yılı 10. ayda patlagan Kumul Kozgalanı. Yeni şu yılı şu ayda patlagan Habibullah başçılığındaki Şiko Kozgalanı. Ve 1957 yılı patlagan 51. Çisla vakası. 1969 yıldaki İbn-i başçılığındaki Kozgalan. Halk Körüşü. Ve şu yılı Kaşgar'da patlagan Mecid Selam Ahunub Kozgalanı. 1985 yılı 12. dekabr vakası. 1988 yılı 15. iyunda patlagan Okuguchilar Demokratik Hareketi. 1989 yılı Ürümçi'de patlagan 19. may vakası. Şundaqla 1990 yılı Qorgas vakası. 1990 yılı 4. ayda patlagan meşhur Barın Dehqanlar Kozgalanı. Ve 1995 yılı 7. aydaki Xoten vakası. 1995 yılı 8. aydaki İli Yaşları Hareketi. 1997 yılı 2. ayının 5. günündeki meşhur İli Yaşlarının namayışı qatarlıq nurgınlagan enqilaplar arkalı halkımız özlerinin hakkani taleplerini oturga koyup erkinlik ve müstakilliğini talep kılgan bolsa mı? Ama Xitay Komünist hakimiyet tarafından katlı kaldı, bastırılıp geldi, hem bastırılıp kelivatıldı. Demek, halkımız erkinlik, azatlık yolunda ilip bargan küreşlerini bugünküce hiç vakit toktatmay, bir minut mu toktatmay devamlaştırıp kelivatıldı. Bulut mu? Mana muş ayının 23. ve 24. günleri memleketimiz Şarkı Türkistan'dan Xoten şehirde patlagan, nırlıgan kahraman Xoten ayal kızlarının koçularga çıkıp namayiş elip verişleri, gerçi ular aşkara halda öz müstakilliğini talep kılanmagan bolsa mı? Lekin ular şunanga tolup işinişidi ki, meyli biz Şarkı Türkistanlıklarının kandak talepleri boluşundan kadiraylar. Meyli o küçük bolsun veya ki çoğun bolsun. Haman toluk müstakilliğimizni koluğa keltirmekçe hiç kaçan hal bolmaydı, hem hal boluş mümkün emez. Digen bu hakikatini ular düşünüşüdür. Bulmasa ular hergizmi koçuğa ular hergizmi kuchaktaki balları ıssık öylerinden ayrılıp Xitay Cihangirlerinin karanlığı zindanlarda kamılır, erkinliklerden tamamen ayrılıp yatmagan bulattı. Bu kahraman kız anılarımız ve alt sıralarımızdan cesareti kişini toluma hayacanı seliş bilen birge Şarkı Türkistan halkı ve onun haman bölgünü tacavuzcu zoravan güç üstünden mağlup gelip özlerinin toluk müstakilliğini kola keltirmek için toxtumaydıqanlıqdaki bir uluk hakikatini anlattı. Biz bütün dünya tarihi nazar saldırgan bolsa, hiç kaçan öz düşmanına karşı küreş kılgan bir millet yo'qolib bakkan emas. Fakat bir millet üstüde yo'qolib ketken ve ketayotgan milletler bar deyishga to'g'ri kelsa, o halda ular öz düşmanı bilen ma'lum bir noktada kelişalaydiganligiga ishonib, sulhi salaga ketken milletlerden ibarettir xalas. Eğer biz Şarkı Türkistanlıklarının hakiki davası zimin davası olmay. Zimin davası olmay. Belki kandaktor, fakat bir devlet içindeki bir milletinin kişilik hukuk davası bo'lgan bo'lsaydi, o halde belki halkımız özleri talep kılgan bir kısım ihtiyarlarının kılışı bilen to'xtab qolgan bo'lardi. Lekin bizning davarimiz hergizmi kişilik hukuk davası emas. Belki bir bütün to'liq mustaqillikni eslik keltirish yo'lidagi vatan zulm davasıdır. Bizni qaymoqtiradigan bir mesele şu ki, u bo'lsa kişilik hukuk davasının tarmog'idagi millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash, ya'ni self-determination huquqidir. Ko'plagan kishilarimiz ve memleket sirtidagi bir qism tashkilot ve shaxslarimiz xalqaro kishilik hukuk kitobnomamizda belgilangan millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqidan foydalanib, vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini tinch yo'l bilan qo'lga keltiramiz deb yozishyapti. Lekin bu mutlaq mumkin emas. Bo'pti. Xitoyning erkinlari ekib ketib, demokratiyalashib ketib,